Bismillahirrahmanirrahim. Kifoya kitobi 120-sahifa. Sadaqatul fitr. Fasl. Al-fitratu min burrin wa ma yuttakhadhu minhu wa min zabibin nisfu sa'in wa min tamrin wa sha'irin sa'un wa jaza manawani burran. Sadaqai fitr bug'doydan, undan olinadigan narsalardan va mayizdan yarim so beriladi. Xurmo yoki arpadan 1 so beriladi. Bug'doydan 2 mun bersa ham bo'ladi. Fitr sadaqasi va fitr zakoti hamda sadaqa yoki zakot so'zlari bir-birining o'rniga ishlatilaveradi. Shu tufayli ham hadis shariflarini ko'radigan bo'lsak yoki oyatlarni ko'radigan bo'lsak, zakotning o'rniga sadaqa ham so'zi kelgan. Hanafiy mazhabida sadaqai fitr vojib hisoblanadi. U sadaqa Ramazondan fitr, ya'ni og'iz ochligiga chiqish munosabati ila beriladigani uchun ham fitr sadaqasi deyiladi. Ya'ni Ramazon tugadi, hayit bo'ldi, o'sha hayitga chiqish munosabati bilan berilgani uchun ham unga fitr sadaqasi deyiladi. Sadaqai fitrning hukmi bizning mazhabimizda vojib qor ekan. Bizning mazhabimizda nafl emas, sunnat emas, balki vojib hisoblanadi. Sadaqai fitr hijriy 2-sanada joriy qilingan. Boshqa sadaqalar moldan qilinsa, bu sadaqa kishi boshidan qilinadi. Ya'ni zakotda 40 dan 1ni berasiz. O'sadigan nisobda, bu katta nisobda bo'lsa, kichkina nisobda yetgan bo'lsa, kichkina nisobingiz yetgan bo'lsa, kishi boshidan qurbonlik qilasiz. Qon kesiladi. Sadaqai fitrda bo'lsa, har bir kishining nomidan, har bir kishining boshidan nima qilinadi? Fitr sadaqasi chiqariladi. Fitr sadaqasi shariatga kiritilishiga quyidagi oyat va hadislar dalil bo'ladi. Qad aflaha man tazakka va zakara isma robbih fasalla. Dar haqiqat kim poklansa, zafar topadi va Robbi ismini zikr qilsa va namoz o'qisa deyilgan A'lo surasi 14-15-oyatlarda. Xo'p, Kasir ibn Abdullohdan, o'sha otasidan, o'sha bobosidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu oyat haqida so'raldi. O'sha aytdilarki, nazalat fi zakatil fitri rawahi ibn Xuzayma. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu oyat haqida so'ralganda aytdilarki, fitr sadaqasi haqida nozil bo'lgan dedilar. Buni asbobun nuzul deymiz. Bu oyat kalima nima munosabat bilan nozil bo'lgan? Shu bayon qilib beryapti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari. Xo'p, Ibn Xuzaymadan rivoyat qilinadi. Yuqorida zikr qilingan oyat fitr sadaqasining vojibligi haqidadir. Fitr sadaqasining vojibligi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tomonidan bayon qilinganligidan keyin hech qanday gap so'zga o'rin qolmaydi. Rasulullohning o'zlari bayon qilib berdilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr zakotini ro'za uchun behuda gap so'z va harakatlardan poklanishi va miskinlar uchun taomlanish bo'lishi uchun farz qildilar. Kim uni namozdan oldin ado qilsa, u maqbul zakot bo'lur. Kim uni namozdan keyin ado qilsa, sadaqalardan biri bo'lur deb marhamat qildilar. Demak, fitr sadaqasini beradigan vaqt qachon ekan? Namozdan oldin. Hazrat Abu Dovud, Ibn Moja hokimlar rivoyat qilganlar, sahih hadis bu. Ushbu rivoyatdagi namozdan murod qaysi namoz deyilsa, hayit namozi. Ramazon hayit, Aydul fitr namozi. Sadaqai fitrni Eid fitr namozidan oldin berish afzal va savobi ulug' ekaniga mana shu hadis ochiq oydin dalil bo'lib turibdi. Mazkur sadaqaning shariatimizda joriy qilinishi sababi hikmati ushbu rivoyatdan ochiq oydin ko'rinib turibdi. Demak, ro'zador uchun behuda gap so'z va harakatlardan poklanish, miskinlar uchun esa taomlanish bo'lsin deb joriy qilingan. Istamang ro'zangizda xato bo'ladi, kamchilik bo'ladi, nuqson bo'ladi. Endi o'sha nuqsonlarni fitr sadaqangiz yuvib yuboradi. Ikkinchi tomondan bo'lsa, hayit qilish kerak. Beva bechora miskinlarni hayit qilish uchun, xursandchilik qilish uchun hech qanaqangi puli, imkoni yo'q. Alloh taolo endi qodir bo'lganlarga vojib qilib qo'yyapti ularni xursand qilishni. Ro'zador odam Ramazon oyida ro'za tutar ekan, gohida bilib bilmay turli gaplar og'zidan chiqib ketgan bo'lishi, shuningdek ba'zi nojoiz amallarni qilib qo'ygan
va shu sababdan ko'ngli g'ash bo'lib yurgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha g'ashliklarni yuvib yuborish uchun sadaqa-i fitr to'lash joriy qilingan. Sadaqa-i fitrni to'lash joriy qilingan. Sadaqa-i fitr bug'doydan, undan olinadigan narsalardan va mayizdan yarim so beriladi. Xurmo yoki arpadan 1 so beriladi. Bug'doydan 2 mun bersa ham bo'ladi. Endi bu qadimiy o'lchov birligi. Hozirda qandoq qilamiz deysa, musulmonlar diniy idorasi nima qiladi? Mana shuncha berasiz deb belgilab beradi. Xo'p, bu hukmlardan quyidagi rivoyat, bu hukmlar yuqorida zikr qilingan hukmlarning dalili Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhudan. U kishi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fitr zakotini xurmodan 1 so, arpadan 1 so miqdorida musulmonlardan qulga ham, hurga ham, erkakka ham, ayolga ham, kichikka ham, kattaga ham farz qildilar. Uni odamlar namozga chiqishidan oldin ado etishga amr qildilar deb marhamat qilganlar. 1 so qancha bo'ladi? Aslida 1 so bir idish bo'lib, g'alla va shunga o'xshash narsalar o'sha idish bilan o'lchanadi. Endi sizlar ko'rganmisizlar yo'qmi bilmadim, bizning bolaligi vaqtimizda stakan bo'lardi, qora ekan, semichga o'shanda o'lchab berilardi. 5 so'mlik stakan bo'lardi kichkina, 10 so'mlik stakan bo'lardi, 15 so'mlik stakan bo'lardi. Semichga o'sha xandon pista deydi, bizda semichka deydi. Pista. Haqiqiy pista emas. Oddiy xandon pista. O'shanga o'lchab turib berardi. Ba'zan shunaqangi xushyor xolalar bo'lardi. U stakan singan. Ichidan tashqarisidan skoch o'ralgan, ichkarisidan ham qog'oz o'ralgan. Bu nima degan? Stakan kattadek ko'rinsa-da, ichida ozgina narsa chiqadi. Qarang, shunaqangi xushyorlar ham bo'lar ekanda. Endi so nima desa, xuddi shunga o'xshab g'alla va shunga o'xshagan nima don narsalarni o'lchaydigan idish. Tushundingizmi? Xo'p. Keyin og'irlik o'lchovi chiqqanda unga solishtirilgan. Imom Shofiy va Hijoz faqihlari e'tiboriga ko'ra 1 so 2 kilo 751 gram. 2 kilo 751 gram. Abu Hanifa va Iroq faqihlari e'tiboriga ko'ra bo'lsa 3 kilo 800 gram. Bu nima degani qor ekan? Insonlarning o'rtasida ziddiyat va hokazo bo'lmasin deb o'sha vaqtda insonlar bir so deb shunga kelishgan. Lekin Hijoz bo'lgasidagilar kichikroqni 1 so degan. U yerda urush bo'lgan. Iroq bo'lgasida bo'lsa kattarog'ini 1 so deyishgan. U yerning sosi bilan bu yerning sosi nima bo'lgan? Bir-biridan ajragan. So'un ayn bilan. Iroqniki kattaroq, ko'proq bo'lgan, Hijozniki kichikroq bo'lgan. Xo'p, fitr sadaqasiga xurmo va arpadan 1 so berishga hamma mazhab ulamolari ittifoq qilganlar. Abu Said Xudriy radhiyallohu anhu rivoyat bor, xuddi shu haqida. Menimcha manavining 1 muddi 2 mudga teng keladi deb marhamat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Boshqa bir rivoyatda bo'lsa, Muaviya haj yoki umra qilib kelganida va odamlarga minbardan turib gapirganida deyiladi. Menimcha albatta Shomning 2 mud bug'doyi 1 so xurmoga teng keladi deganlar. Odamlar shu gapni nima qilishgan? Ushlashgan. Abu Said, ammo men burun qandoq bo'lsa o'shandoq chiqarish davom etaveraman deganlar. Abu Said radhiyallohu anhu avval sadaqa-i fitrni taomdan 1 so bo'lishini aytib turib, keyin uning turlarini xurmo, arpa, mayiz, qurt deb batafsil aytganlar. Qarang, bitta so idish tasavvur qiling, bir joyda kattaroq idish bo'ladigan bo'lsa, kichikroq idish bo'ladigan bo'lsa, 1 so, ikkitasi 1 soga teng keladigan bo'lsa, qancha berilar ekan? O'sha idishdan 2 ta beriladi. Yoki 1 sodan 2 barobar katta bo'ladigan bo'lsa, u idishda yarim beriladi. Hazrat Abu Said Xudriy radhiyallohu anhu nima deyaptilar? Qandoq bergan bo'lsam, shundoq beraveraman deyaptilar. Shundoq beraveraman deyapti. O'sha vaqtda Hijozda bug'doy iste'moli oz bo'lgan, deyarli bo'lmagan. Shuning uchun u yerda keng tarqalgan 4 xil taomning zikri kelgan. Keyinchalik bug'doy o'sadigan joylar ham musulmon yurtlariga aylangandan keyin u Hijoz diyorida ham tarqalgan bug'doyning qiymati ustun, unga talab kuchli bo'lgani uchun ham uning yarim so miqdori boshqa taomlarning 1 so miqdoriga teng qilingan. Nega? Chunki bug'doyga talab katta edi. Bug'doy to'ydiruvchi narsa, bilasiz. Boshqa narsalarga nisbatan insonni ko'proq
to'q ushlab turadigan narsa, narxi ham o'shanga yarasha yuqori bo'lgan. Hozirgi zamonda insonlar bug'doyni yemay qo'ydi, bug'doy bilan taomlanmay qo'ydi. Chunki shu darajada mo'lchilik, ko'lchilik bo'lib ketdi-da biz zamonamizda. Lekin sahoba ikromlarning zamonida bug'doy degan narsa bo'lmagan. Bug'doy degan narsa bo'lmagan. Mabodo bir tishlan bug'doy yeydigan bo'lsa, semirib qolibman, semirib ketyapmanmi deydigan darajada hazil qilishgan. Bug'doy bo'lmagan. Va inqilob davrida bug'doy shu darajada ommalashdiki, oz yeb ko'p ishlay olishi, oz yeb ko'p vaqt to'q turishi uchun bug'doy qora ishchilarning taomi degan darajaga chiqdi. Xo'p. Nima bo'lgan taqdirda ham mud ham og'irlik o'lchovi bo'lib 4 mud 1 soga teng bo'ladi. Ya'ni 1 son 4dan 1. Bu gapni xalifa Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu Shomdan Hijozga haj va umra qilib kelganida eslatgan ekanlar radhiyallohu anhum jami'an. Shunda odamlar u kishining gapini olib bug'doydan yarim so miqdorcha sadaqa iftor berishga o'tgan ekanlar. Ammo Abu Said radhiyallohu anhu bunga ko'ngillari bo'lmay 1 so berishda davom etishni ma'qul ko'rganlar. Bu nimadan? Bu kishining taqvosidan. Bo'ldi. U kishi nima qilyaptilar? Hazrat Muaviyaning fatvolariga emas, o'zlarining taqvolariga amal qilyaptilar. Hop, o'qing qaraka. Hasan radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ibn Abbos Ramazonning oxirida Basraning minbarida xutba qilib, ro'zaning sadaqasini chiqaring dedi. Odamlar bilmagandek turaverishdi. Shunda u, bu yerda ahli Madinadan kim bor? Turinglar, birodarlaringizga o'rgatinglar. Ular bilishmas ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu sadaqani xurmo va arpadan 1 sodan va bug'doydan yarim so har bir xuru qulga, erkak va ayolga, kichik va kattaga farz qilganlar dedi. Ali kelganida bahoning arzonligini ko'rib, Alloh sizlarga rizqni keng qilib qo'yibdi. Har narsadan 1 so qilsangiz yaxshi bo'lardi dedi. Mashalloh, arzonchilik. Arzonchilik bo'lgandan keyin 1 so qilib bersangiz nimangiz kamayib qoladi? Qarang, Hazrat Ali radhiyallohu anhuning bu bergan so'zlari fatvodagi hali qoidani eslatadi. Zamon va makonlarning o'zgarishi bilan hukmlarning o'zgarishi inkor qilinmaydi. Abu Dovud va Nasoiy rivoyat qilishgan. Bu hadisda Nabiyimiz sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan fitr sadaqasi yarim so qilib belgilangani aytilmoqda. Hanafiy mazhabi mana shu gapni hujjat qilib olgan. Endi fitrning vojib bo'lish shartlari bor qor ekan. Fitr kimlarga vojib bo'ladi? Shuni birma-bir o'qiylik. Juda ham muhim masala. Chunki ba'zan insonlar menga fitr vojib emas deb yurishadi. Unaqa emas. Unaqa emas. Hozir aynan sizga vojib ekanligini ko'ramiz hozir. Xo'p, arabcha matnni tashlab ketamiz. Matnni o'zbekchasini o'qimay qolamiz, chunki arabcha tushunmaysiz. Sadaqai fitr hur, musulmon va o'smasa ham zakot nisobiga yetgan moli bor odamga vojib bo'ladi. O'sha o'smas nisob ila unga sadaqa olish harom bo'ladi va qurbonlik hamda yaqinlariga nafaqa berish vojib bo'ladi. Qarang. Sadaqai fitr kimga vojib bo'lar ekan? Hurga vojib bo'ladi, qulga vojib bo'lmaydi. Musulmonga vojib bo'ladi, chunki bu ibodat, musulmon emasga vojib bo'lmaydi. O'smaydigan nisobda o'smasa ham zakot nisobiga ega bo'lgan insonga vojib bo'ladi. Buni kichkina nisob deydilar. Ustozimiz Hazrat Palonpo'li rahmatullohi alayh nisobni tushuntirayotganlar juda ham sodda tushuntiradi. O'sadigan nisob bor, o'smaydigan nisob bor. O'sadigan nisobdan zakot vojib bo'ladi, o'smaydigan nisobdan bo'lsa qurbonlik vojib bo'ladi. 5 narsa vojib bo'ladi deyishgan, o'qiymiz hozir. O'sadigan nisobni katta nisob deymiz, o'smaydigan nisobni kichkina nisob deymiz deyishardi. Men dunyoda Hazrat Palonpo'ri rahmatullohi alayhdek dars beradigan, eng qiyin masalani oson tushuntiradigan ustozni ko'rmadim. Agar ustozlarim degan kitob yozadigan bo'lsam, o'sha kitobning eng peshqadami, o'sha kitobda ilmni eng oson tushuntiradigan, eng mohir mudarris degan joyda birinchi ro'yxatda ustozim Palonpo'ri turardilar. Alloh taolo rahmat bilan, Alloh rahmatiga burkasin. Kunimizning tahonaviysi edilar o'qchi.
kunimiz imtihonlaviy saytlar. Ajoyib latifalari bor edi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Talabalik vaqtim o'qishning kitoblarini tarjima qilganim juda xursand bo'lgandilar. O'qishni ziyoratlariga ustozlar kelsa, men ham o'sha yerda bo'lsam, meni ko'rsatib, bu meni kitobni tarjima qilibdi o'zbekchaga deb faxrlanardilar. Menga hadya berganlar o'zlari. Birinchi marta berganlarida 5000 rupiya berdilar. U 5000 rupiya u paytda ustozlarning oyligi edi. 1 oylik oyligi edi. Keyin men Turkiyaga keldim, bu yerda madrasalar ochdim. Ustoz qilayotgan xizmatlarim yetib borgandan keyin juda xursand bo'lib tashakkurlar etdilar. O'zlari Turkiyaga kelganlar meni ko'rdilar. O'zbekistondan kim borsa, Yorqinjon ustozim borsa, boshqa borsa, u Turkiyadagi yaxshimi, Odil degani deb so'rardilar meni. 2018-yil borganimda 10 ming lira berdilar hadya qilib. Bu pulni ol dedilar. Nima kitob oladigan bo'lsang, kitoblarning hammasini borib sotib olgin dedilar. Men senga kitoblarda hadya qilishim mumkin edi, lekin magazinning kassasi boshqa, meni kassam boshqa dedilar. Magazin Hazratniki, kitob magazin. Aytdiki, kitoblar ham Hazratniki. Lekin hisob kitob aralashmasin dedilar-da, yonlarida mana senga tuhfa hadya dedilar. Kutubxonaga tushsiz, Hazrat Pavlonpuri ustozimiz hamma kitoblari bor. Hamma kitoblari bor. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ajoyib inson edilar. Yorqinjon ustoz o'qish haqlarida ajoyib latifa aytib berganlar, eslasangiz kerak. Hali Hazrat Pavlonpuri Amerikada Hazrat Pavlonpuri 10 yoki 15 yil Kanadada Torontodagi masjidda Ramazonni to'liq o'tkazganlar. Ramazondan 10 kun 15 kun oldin kelar ekanlar, Ramazonni hayitni o'tkazib qaytar ekanlar. O'sha masjidga bordim o'zim. O'sha masjid imom bilan ko'rishdim. Bizning masjidimizning bosh ustozning shogirdi kelibdi-da, minbarni qo'yib berdi, ma'ruza qilib berasida. Hazratdan eshitganim Asr surasini tafsir qilib berdim urduchadan. Keyin madrasani, masjidni, darsxonalarini hammasini aylantirishdi. Hamma ustozlarni yig'ib qo'yib, Hazrat Pavlonpurining shogirdi keldi. Istifoda qilinglar, so'ranglar savollaringni deb savollarni so'rattirishdi. Ertasiga ham ma'ruza qo'yishdi. Men aytdim, "Yo'q, meni o'zbeklar olib kelgan, o'zbeklar masjidga kelganman. Shetdan chiqmayman" dedim. Keyin ustozingizni yodgor dargohi keling deyishdi. Ularni Imom Buxoriy masjidiga yuboring dedim, shu yerda ko'rishamiz. O'zi 5 kun kelgan bo'lsa, 5 kuni, bir kuni kelgan kunim bo'lsa, bir kuni ketadigan kunim bo'lsa, 3 kunim qoldi, 3 kunim bor xolos. Keyin Torontoda boshqa masjidlar ham eshitibdi, shunaqa Muhammad Odil degani kelibdi, O'zbekistonlik, Hindistonda bitirgan deb, ular ham taklif qildi. Yo'q dedim. Endi Hindiston, Pokistonlar chaqiryapti-da masjidga mehmonga. Ma'ruza qilib bering deb. Endi Hindiston, Pokistonliklarning bittasiga bordim, boshqasiga bormasam, arab masjidlar chaqiryapti. Buxoriy degani kelibdi, bizga ma'ruza qilib bersin deb. Keyin hammasiga uzrimni aytdim, yo'q dedim, bu yerdan chiqmayman dedim, mana shu yerda xizmat qilib ketaman dedim. Alhamdulillah. Hazrat Pavlonpuri rahmatullohi alayhi Torontoda shunaqangi xizmat qilganlar. Undan keyin Amerikada masjid ochilganda ular iltimos qilgan, Amerikada xizmat qilganlar. Hazrat Pavlonpuri Amerikada xizmat qilganlar. Boringki, o'sha Amerikadagi masjidda ma'ruza qilayotsalar, bir odam jannat haqida aytib bersalar, bir odam Hazratdan so'rarmishki, "Hazrat, jannatda sigaret ham bo'ladimi?" demiş. Chunki sigaret kashandasi ekanda u inson. Hazrat endi jannatda ta'rifini aytib beryaptilar. Bu kashanda bo'lsa, sigaretdan kayf oladi, o'zini kayfini o'ylayapti. O'zini sigaretni o'ylayapti. Hazrat aytdilarki, "Ha, jannatda sigaret bo'ladi, faqat uni tutadish uchun jahannamga kirib chiqasiz" degan ekanlar. Ana ajoyib nimalari bor edi. Latifalari bor edi. Hazrat aytardilarki, katta nisob egasiga zakot berish farz bo'ladi. Kichkina nisob egasiga zakot berish farz bo'lmaydi, lekin unga qurbonlik qilish farz bo'ladi, vojib bo'ladi. Sadaqai fitr vojib bo'ladi. Silai rahim qilish, ya'ni qarindoshli yaqinlariga nafaqa berish ham vojib bo'ladi. Chunki u boyda o'sadigan moli bo'lmasa ham, lekin o'smaydigan mol hisobida boy berish vojib bo'ladi. Unga
zakot olish harom bo'ladi. Zakot ola olmaydi. Zakot ola olmaydi. Tafsilotga kelganda inshaalloh batafsil to'xtalamiz. U sadaqani Xo'p. U sadaqai fitrni o'zidan, faqir bo'lgani uchun yosh bolasidan, mulki bo'lgani uchun xodimidan, agar u mudabbar, ummu valad yoki kofir bo'lsa ham beradi. Qarang, qo'l ostidagi qullardan beradi. U ummu valad bo'lsin, boshqa bo'lsin, hatto kofir bo'lsa. Nega? Chunki qulning egasi u-da. Qulning egasi u. Nimaga farzanddan beradi desa, nafaqa otani bo'ynidami? Ota boymi beradi? Nimaga ayoldan sadaqa fitr berish kerak desa, u ayol nafaqasini kim beradi? U boy er beradimi? Demak, sadaqa fitrni ham o'sha beradi. O'shaning uchun aytayaptilarki, Hazrat faqir bo'lgani uchun yosh bolasidan deyishyapti. Kishi xotini, katta bolasi, boy bo'lgan yosh bolasi nomidan sadaqa fitr bermaydi. Faqir bo'lgani uchun deyishgan. Agar faqir bo'lmasa, boy xotinni o'zi bersin. Yosh katta bola, katta bolasi balog'atga yetgan bola ham boy o'zi bersin. Balki boy bo'lgan yosh bolaga o'zining molidan beriladi. Bu nima degani? Yosh bola balog'atga yetmagan, lekin moli bor, puli bor. Nima qilinadi? O'shandan berish kerak bo'ladi, yosh bolaning o'zidan olib beriladi. Shuningdek, birov o'zining mukotabi, tijorat uchun ushlab turgan quli, qochib ketgan quli, illa u qaytganidan so'ng sheriklik quli va sheriklik qullar nomidan Muhammad va Abu Yusufga xilof ravishda sadaqa fitr bermaydi. Nima deyishar ekan Imom Azam? Beradi deyishar ekan. Sohibang bo'lsa bermaydi deyishar ekan. Tafsilotda o'qiymiz. Sadaqa fitrni berish Eid fitrning tongi otishi bilan vojib bo'ladi. Tong otmadimi endi nima bu? Vojib. Uni oldindan berish joiz. Qanaqasiga? To hayitni tongida beraman deb cho'zib yurish shart emas. Bugun berib oling, rosa o'rni chiqdi, joyi chiqdi. Hatto afzal ham hisoblanadi. Muhtoj inson, muhtoj kishi ro'parangizdan chiqsa. Keyinga qolsa ham vojibligi soqit bo'lmaydi. Bermadingiz hayit kuni, ertasiga ham bermadingiz. Soqit bo'ladimi? Bo'lmaydi. Endi Muxtasarul Viqoyada kelgan matnning har bir jumlasini sharh qilishga o'tamiz. Sadaqa fitr hur, musulmon va o'smasa ham zakot nisobiga molik bo'lgan odamga vojib bo'ladi. Bir kishining nisobga yetgan moli bo'lib, u o'sadigan bo'lsa zakot beradi. Ammo sadaqa fitrda molning o'sishi shart emas. Nisobga yetsa bo'ldi. O'smasa ham sadaqa fitr berish vojib bo'ladi. Chunki fitr sadaqasi berish imkoni bor odamga vojib bo'ladi. O'smas molida nisob egasimi? Bu inson sadaqa fitr berishga qodir degani. Sadaqa fitr berishga imkoni bor boy inson degani. Beradi. O'sha o'smas nisob ila unga sadaqa olish harom bo'ladi. Qurbonlik hamda yaqinlariga nafaqa berish vojib bo'ladi. O'smaydigan mol egasi qurbonlik qilish vojib. Ammo unga zakot olish harom. Sadaqa fitr olish harom. Nega? U odam boy, faqir emas, miskin emas. Qurbonlik qiladi. Vojib. Yaqinlarining holidan xabar oladi. Bu ham nima? Vojib hisoblanadi. Kishining mol mulki ko'payib, nisobga yetgach, u boy odamga aylanadi. Boy odamga o'ziga yarasha moliyaviy vazifalar yuklanadi. Uning zakot va sadaqa olishi harom bo'ladi. Nega harom? Chunki u faqir emas, miskin emas. Sadaqa, ya'ni zakot bo'lsa faqir miskinlarning haqqi. 8 toifa zikr qilindi. Uning zakot va sadaqa olishi harom bo'ladi. Boy kishiga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Boy odam uchun uning yaqin qarindoshlarining nafaqasi ham vojib bo'ladi. Yana uning zimmasiga sadaqa fitr berish ham vojib bo'ladi. Endi boy bo'ldingizmi, boylikni haqqini ado qilish narsalari ham zimmangizga tushadi. Unda boy bo'lmang edi. Nega boy bo'ldingiz? Ham boy bo'laman, ham zimmamdagi haqlarni ado qilmayman. Yo'q unaqangi dunyo. Alloh subhanahu va taolo sizga boylikni berdimi? O'sha boylikka qo'shib turib, uning mas'uliyatlarini ham berdi, zimmangizga yuklab qo'ydi. Sizning qo'lingizdagi u boylikning ichida faqir, muhtoj, kambag'allarning, bechoraning haqqi bor. Ularning haqqi bor. U sadaqa fitrni o'zidan, faqir bo'lgani uchun, yosh bolasidan, mulki bo'lgani uchun xodimidan, agar u mudabbaru ummu valad yoki kofir bo'lsa ham nima qiladi? Beradi. Nimaga beradi? Chunki u qulning hojasi boymi? Berish vojib.
Mudabbar deb turib hojasi men o'lganimdan keyin ozodsan deb tadbir qilib qo'yganga aytiladi. Buni mudabbar deyiladi. Ya'ni men o'lsam ozodsan dedi quliga. Bu qulga nisbatan mudabbar deyiladi. Sotish joiz emas buni. Bu hojasini o'lishini kutadi, nima qiladi? Ozod bo'ladi. Endi bu yerda savol tug'iladi. Hojasini o'limi uchun duo qilsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Hojasini bir insonni vafoti uchun badduo qiladigan bo'lsa, badduo sutdi o'ldi haligi inson. O'ldi. Fidya lozim bo'ladi. 100 ta tuyo berasiz har ekan. Bugun kunimizda 100 qancha ming dollar to'lash vojib bo'lsa ham badduo qilmay o'limiga. Ummu valad, hojasidan bola ko'rgan cho'ri. Ya'ni hojasidan bir kishi bola ko'rsa, nima bo'ladi? U ham shunaqangi ummu valad bo'ladi, u ham ozod bo'ladi. Ikki toifaning nafaqasi hojaga vojib bo'ladi. Ularni sotib yuborish mumkin bo'lmay joiz emas. Hojasi ularning nomidan ham nima qiladi? Sadaqa-i fitr berishi vojib bo'ladi. Buning dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhu quyidagi hadisni zikr qilganlar. U hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hop musulmonlardan qulga ham, hurga ham, erkakka ham, ayolga ham, kichikka ham, kattaga ham farz qildi deb marhamat qilganlar. Hop, kishi xotini, katta bolasi, boy bo'lgan yosh bolasi nomidan sadaqa iftir beradimi? Qorakam, nima deyishyapti? Bermaydi. Chunki ular boy o'zi berish kerak. Yosh bola bo'lib turib, u ham boy bo'ladigan bo'lsa, uni ham moldan beriladi. Bolaning o'zini mol tasarrufi yo'q, balog'at yetmagani uchun nima qiladi? Valisi bolaning nomidan tasarruf qiladi, beradi. Shuningdek, birov o'zining mukotabi, tijorat uchun ushlab turgan quli, qochib ketgan quli, illa u qaytgandan so'ng sheriklik quli, sherikchilik qullari nomidan sadaqa fitr bermaydi. Lekin Imom Muhammad va Abu Yusuf nima derkanlar? Beradi derkanlar. Imom Muhammad Abu Yusufga xilof ravishda. Ular beradi deyisharki, Imom Azam bermaydi deyishyapti. Bu matnda zikr kelgan va boy kishi ularning nomidan sadaqa fitr berishi lozim bo'lgan shaxslarga oid hukmlarning ba'zilari hozirda ham davom etayotgan bo'lsa, ba'zilari o'tgan zamonda xabarga aylangan. Qanaqasiga? Yo'q mudabbar, yo'q ummu valad hozirgi kunda. Qul degan narsa yo'q. Musulmonlar jamiyatida yo'q. Lekin juda ham nodir shaklda bor. Misol uchun Indoneziyani ba'zi orollarda yashaydigan qabilalar bor. Ular saqlanib qolgan. Amazondagi ba'zi qabilalarda hali ham saqlanib qolgan. Sahroviy ba'zi joylarda bor ekan. Lekin men uni tasdiqlay olmaganim uchun zikr qilmayapman, ismini zikr qilmayapman. Xo'p. Ana o'sha o'tgan zamon xabariga aylangan toifalar kishilarning mukotabi, tijorat uchun ushlab turgan quli, qochib ketgan quli, sheriklik quli, sherikchilik qullari nazarda tutilgan. Xo'p, hukmi boqiy qolganlari esa quyidagilar. O'qing har ekan. Hukmi boqiy qolganlari esa quyidagilar. Birinchi, xotini. Xotin mustaqil shaxsdir. U eriga mulk ham emas, to'la qaram ham emas. Xotinda yaxshilab eshitinglar. To'g'ri, xotin eriga itoat qilishi vojib, lekin bu degani qul degani emas. To'ppa-to'la qaram degani emas. Ayol kishi hisob kitobi ham alohida uni ham hur bir shaxs hisoblanadi, erkin bir shaxs hisoblanadi va u pul topish, unga pul topiladigan bo'lsa, u pul mutlaqo to'liq o'ziniki, eriniki emas, qaynananiki emas. Yoki bo'lmasam quldek xorlanadigan, itdek ishlatiladigan bir matoh ham emas. Xotin kim desa qizingizda deyish kerak. Xotin kim? Kim bo'pti xotin desa, qizingiz bor siz. O'sha. Tamom assalom. Boshqa ta'rifga hojat yo'q. Xotinda erning faqat zavjalik haqqi bor. Xolos. Xotinning mustaqil mulk tutish haqqi bor. Shuning uchun sadaqa fitr kabi moliyaviy ibodatlarni uning o'zi ado etadi. Ammo er o'z ixtiyori bilan xotinining nomidan sadaqa fitrni ado etsa joiz bo'ladi. Qarang. Uning uchun xotin dadasi berib yuboring, men nom sadaqa fitr deyish kerak. Lekin er o'z ixtiyori bilan xotinidan bexabar berib yuborsa, zakotni berish kerak edi. Baribir u xotin erdan oladi pulni zakot berish uchun. Er nima dedi? Xotindan bexabar berib yubordi.
xotindan so'ramasdan berib yubordi. Xotin ham o'zicha zakot berishim kerak deb erini kelishini kutib o'tiribdi. Er bo'lsa o'zini zakotga qo'shib chiqarib yubordi. Nima bo'ladi desa bo'lmaydi. Yoki masalan erim kelsa olaman-da sadaqa iftir berib yuboraman deyapti. Boy xotin berib yuboraman deb kutib o'tiribdi erining kelishini. Er o'zini sadaqa iftirini berayotganda xotinni ham nomidan qo'shib berib yubordi. Joiz bo'lmaydi qaraka. Nima qilish kerak? Xotin bering dadasi deyish kerak. Yoki er xotin san nomingdan berib yuboryapman, rozimisan deb vakolatni olib qo'yish kerak. Ha, bir narsa bor. Berib qo'ydi, lekin u zakot, u sadaqa iftir u olgan inson qo'lida ham ishlamasdan turibdi. O'shanda joiz degan bir narsani o'qigandim qaraka. Tushunardingmi? Tushundingiz-a? Ishlatilmasdan turgan bo'lsa, o'sha zakotga haqdor bo'lgan insonning qo'lida unda niyatni qilib olsa bo'ladi. Alloh a'lam. Ishlatib qo'ygan bo'lsa nachora. O'rganib qo'yish kerak-da akalar bunaqangi masalalarni. Ikkinchi, katta bolasi. Balog'atga yetgan bola o'zi mustaqil shaxs bo'ladi. U mukallaf bo'ladi. O'zidan sodir bo'lgan ishlarga javobgar bo'ladi. O'zida mulk mustaqilligi bor. Binobarin, u moliyaviy ibodatlarni o'zi ado etadi. Uchinchi, boy bo'lgan yosh bolasi. Qandoq qilib er o'zi mustaqil bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunga o'xshab ayol ham mustaqil. Qandoq qilib ayol mustaqil bo'ladigan bo'lsa, farzand ham xuddi shundoq mustaqil. Nima qiladi? Katta bola o'zi beradi. Mukallaf bo'lsa, boy bo'lsa, mol mulki bo'lsa, nima qilish kerak? O'zi berish kerak. Endi boy bo'lgan yosh bolaga keladigan bo'lsak, nozik masala bu. Boy bo'lgan yosh bolasi, chunki bu bolaning o'z boyligi bor. Shuning uchun unga vojib bo'lgan sadaqa-i fitrni o'zining molidan ado etiladi. Qarang, o'zining molidan beradi demayaptilar Hazrat. U yosh bolaning molidan ado etiladi. Tushunarlikmi? Ishlatayotgan so'zlarining diqqatiga e'tibor bering. Mana shuni faqih deydi. Faqohat deb mana shunga aytiladi. Sadaqa-i fitrni berish Eid fitrning tongi otishi bilan vojib bo'ladi. Uni oldindan berish joiz. Keyinga qolsa ham vojibligi soqit bo'lmaydi. Lekin afzal qachon? Namozdan oldin. Oldinroqda bersa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xuddi zakotni berish joiz bo'lganda, sadaqa-i fitrni ham oldinroq. Bugun bersangiz ham bo'laveradi. Illoki hayit kunini kutish shart emas. Fitr sadaqasi berish Eid fitr kuni tong otishi bilan vojib bo'ladi, deydilar Hanafiy mazhabi ulamolari. Ammo Ramazonning avvalidan beraversa ham bo'ladi. Faqat namozdan keyinga qoldirmaslik kerak. Qaysi namozdan keyinga qoldirmaslik kerak? Hayit namozidan keyinga qoldirmaslik kerak. Tasavvur qiling, hayit namozidan keyin berdim dedingiz. Faqat kambag'alni uyga xursandchilik kirmadi. Hamma xursandchilik qilayotgan hayit kuni u xursandchilik qila olmadi. Poyez ketib bo'ldi, hayit o'tib bo'ldi, siz olib kirib mana meni fitrimni beryapsiz. Endi u xursandchilik totadimi? Maqsad hosil bo'lmaydi. Mabodo Eid namozigacha bera olmasa, namozdan keyin berish shart, lekin unda savobi uncha bo'lmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fitr zakotini ro'zador uchun behuda gap so'z va harakatlardan poklanishi va miskinlar uchun taomlanish bo'lishi uchun farz qildilar. Kim uni namozdan oldin ado qilsa, u maqbul zakot bo'lur. Kim uni namozdan keyin ado qilsa, sadaqalardan biri bo'lur. Sadaqa-i fitr miskinlarga beriladi. Ular uni taom qilib yeydilar, xursand bo'ladilar. Eid kunlari quvonchlariga quvonch qo'shiladi. Shuning uchun ham har o'lkada o'sha yerning eng keng tarqalgan taomidan sadaqa-i fitr berilsin deyilgan. Shunda eng ko'p odam manfaat olgan bo'ladi. Alloh alam bis-savob. Hop, qorakam, nechta daqiqa bo'ldi darsimiz? 34 minut. Shu bilan kifoyalanamiz azizlar. Nima savolingiz bo'lsa, marhamat izohlarga yozishingiz yoki bizga yuborishingiz mumkin. Keyingi darsimiz zakotga oid turli masalalar bo'ladi. Ba'zi muhim masalalarga to'xtalib o'tamiz va zakot oluvchining odobi va zakot beruvchining odobi darsiga tayyor bo'lib turasizlar inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.